Mana bizni после дождя maza qilib peshkom ketyapmiz. Hatto mashinada ketsa ham bo'lardi, lekin anchadan beri shu toza havoni если честно, odam sog'inib ketdi-da, changlarsiz такой красивый zona. O'shaning uchun mana nima qilyapman? Ishlarimga peshkom ketyapman. Vaqt ketsa ham bu vaqt samarali vaqt. Nimaga? Toza havodan nafas olib, maza qilib, uzoq kutilgan toza havo deydi. O'shaning uchun rekomendatsion deydimi? Daraxtlarni ko'ryapsizlarmi? Katta daraxtlar ko'p bu territoriyada. Bir paytlar Namanganda shunaqa chinorlar bo'lardi, keyin hammasini kesib tashladi. Endi hozir archalar qo'rqitib qo'ygan bo'lsa kerak. Xudo xohlasa Namanganga borganimda bir ko'rib kelaman. Mana bu gullar juda chiroyli.